Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli skuter ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan aka ukalar. Bog'dod tumani bu tarafdan kelishda, sentrdan kelishda stadion yonida svetofor bor, svetofor yonida aka ukalar. Bu tomondan kelish Rishtondan mostdan tushganda hech qancha yurilmaydi, 200 metrcha yuriladi mostdan tushganda Rishtondan kelishda. Mana shu do'konni ko'rasizlar aka ukalar. Muddatli to'lov skuterlar. Hozir birma-bir yoritishni boshlaymiz aka ukalar. Sizlardan bittadan like, podelisak qo'yasizlar. Biz narxlar bilan tanishtirishni boshlaymiz aka ukalar. Har xilidan bor ekan bu yerda. Aka ukalar, bunaqa dori sepadigandan tortib mini labo deb qo'yadi, mini labogacha bor ekan. Hozir birma-bir hammasini narxini so'rab aytamiz aka ukalar. Labodan boshlaymiz hozir. Do'stlar, mana Islombek. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi ko'rdingizmi? Rahmat. Bizga endi mana shu skuter Labodan boshlaylik, hammasini birma-bir tanishtirib berasiz. Bo'ldi. Bularimiz Labo turbalonlik bo'ladi, aka. 1 tonnagacha ko'taradi, zapaska malakasi. 1 tonnani ko'taradi. 1 tonnani ko'taradi. Akkumulyatorlari ham katta 76 li akkumulyatorlar bo'ladi, aka. Ko'rishingiz mumkin. 76 talik akkumulyatorlari bor. Katta akkumulyatorlardan bo'ladi. Migalari ham katta, motorlari ham eng oxirgi vipiska to'rtburchaklardan chiqqan bo'ladi. Balollari mana. Ko'ring, 12 ligidan. Ko'ring, 12. Ha, Damas baloni ham tushaveradi. Ha, Damas baloni ham tushaveradi. Tushaveradi. Yo'q. 1 tonna yukni shunday indamasdan ko'taradi. Aha. Narxi necha pul? Ular aka narxlari 24 million so'm bo'lyapti. 24 million so'm. Muddatiy to'lovga qanaqa bo'ladi? Muddatiy to'lovga ham chiqarib beramiz. Davlat ishlaydiganlar bo'lsa, limit chiqqan bo'lsa, Smart Market orqali ham chiqarib beramiz. Narxlar o'zgaradi. Zo'r. Ukalar. Zadniy kamerasigacha bor. Zadniy kamerasigacha bor ekan. Aha. Lechka, hamma narsasi bor, tepada projektor, bagajlarigacha bor. Konditsioneri ham bormi deyman? Ventilyatori bo'ladi. Ventilyatori bor. Yuki bilan bor. Xo'p, buning narxini aytdik. Xo'p, mini dori sepadigan skuterimiz. Bular 250 litrlik bo'ladi. Bachoga 250 litr. Ha, bachoga 250 litr bo'ladi. Nimada yuradi? Kompressor. Bular benzinda yuradi aka. Benzinda yuradi. Ha, benzinda o'zini quyasiz. Necha benzin quyiladi bunga? Iloji bo'lsa endi 92 qo'yaverasizlar aka. Ha, endi 80 ham yo'q hozir. Va yaxshi bas. Ham kalitga, ham tortishga o'tiradi aka. Ha. Mana nimasi? Ha, funksiya. Mabodo akkumulyator o'tirib qolsa, bunga o'tiradi. Zadniy xod bor, 2ta skor bor, xalastoy bor. Mana uskorusi bor. Aha. Oldiga, orqaga. Aha. Bunaqangi joylardan ham umuman botib qolmaydi. Buni har qanday joylarda ham yuraveradi. Bemalol. Mana bunaqangi narsalari bor. 8 ta sepadigan joyi bor. Bularda keraksiz joyini bekitib qo'ysangiz bo'laveradi. Keraksiz joyini ochib qo'ysangiz bo'laveradi. Keyin ventilyatori bor. Har sepganda buni parlab beradi. Ventilyatori bilan har bitta sepadigani 5,5 metr uzoqlikka sepadi. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxi necha bo'ladi buni? Narximiz xudo xolasa 30,5 million qilib qo'ydik. 30,5 million. Bu ham muddatiy to'lovga chiqaveradi. Muddatiy to'lovga chiqadi. Ha, narxlar o'zgaradi. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Kimda bog'i bo'lsa, bog'bon akalariga yuborib qo'yasizlar. Xo'p, qisqacha qilamiz. Bitta tanishtirib ketaverasa. Bularimiz pol kabinali bo'ladi, 14,5 million so'm. 6 akkumulyatorlik. Bularimiz bor aka, 13,5 million so'm, 6 akkumulyatorlik, 1800 mega motor bo'ladi. Bular hammasi pol kabinamiz va oldi jiddiy tormozlik bo'ladi. Bular hammasi bir xil modellar. Aha, mana modellarimiz bor, sal boshqa so'rovlarni, sal kuchliroqdan. Bu ham 13,5 million narxi. Akkumulyatorlari ham katta, 6 talik. Arqa zadniy mosti 5 ta boltlik, palislik hisoblanadi bular aka. Yonida tegalari bor. Lekin plus orqasida ham tegalari bor. Orqasidagi ham so'ri bo'laveradi. Yengil gabaritli nimalar uchun, yuklar uchun ketaveradi. Zo'r narsa, oldi jiddiy tormozlik. Zo'r.
narxlarini 13 million. 13,5 million so'm. 13,5 million so'm. Aha. Xo'p, mana bunaqa Loyan SSK'miz bor aka, original zavodniki bor aka. Bularimiz 13 million 300 ming so'm, borti balantidan. Bu ham o'sha 5 ta boltlik halislik hisoblanadi. Akkumulyatorlari ham original zo'ridan aka. Haqiqiy o'ziniki. Bu ham 1 tonnalik. Bu ham 1 tonnalik, aha. Zapaska malonlari, hamma narsasi bor. Ha, zaryadnilari ham original, ha. Damkrat, hamma narsasi bo'ladi. Keyin mana qanday modelimiz bor. Buni modellarimiz baloni orqasi shiroki kattadan bo'ladi. Kattadan. Yerdichlariga bemalol yuradigan, tishlari ham zo'ridan, chuquridan aka. Bu ham 1 tonnalik bo'ladi. Oldida labo'ylar, hamma narsasi bor. Yonda tegalarigacha. Bularimizni narxi ham xuddi shunday 13,5 million. 13,5 million. Ha, Bularimiz. mana bu ko'klarimiz bor aka. Bularimiz ham 14,5 million so'm 1 tonnalik. Bu ham yaxshi zo'r firmalardan. Bu firmasi boshqa buni, ha? Aha, bu boshqa firma. Buni hozirgi birinchi ko'rganimiz 14,5 million so'mligi. Mana xudo xolasa banaqda 500 kilolilarimiz tiklanyapti aka. Zo'ridan 90 plus akkumulyatorliklardan, ha. 4 ta prujna, 4 ta resor, 4 ta amortizatorlik, 500 kilolik full komplektatsiyasidan aka. Bu ham xuddi shunaqangi bolti bor, 5 talik aka. Balonlari yaxshisidan. 2 tadan 4 ta nimasi bor ekan buni, ha? O tomonda 2 tadan ag'daboqda amortizator, prujna, resorlar 4 tadan. Miya motori ham aka 1,5 ming. Akkumulyatorlarga 90 plus yozilgan. Narxi-chi buni? Buning narximiz hop 11 million 700 ming so'm. 500 kilolik. 500 kilolik. Bu eng zo'r funksiya komplektatsiyasida. Aka-ukalar. Siz xohlagan turdagi bor ekan. Xo'p, Islombek 500 kilolikning narxini aytdik. Aha. Keyin mana bunaqangi skuterlarimiz bor aka. Skuterlarga. Ajoyib yangicha, kattasidan. Yangi minilmagan baxilasigacha turibdi mana aka. Korobkada o'zimiz yig'amiz, mana korobkalarni ko'rsatsangiz ham bo'ladi aka. Mana shu yerga pryamoy kelar ekan, mana shu yerda yig'ilar ekan, ha? Mana korobkalari. Hamma narsamiz bor. Detskiy, samokat, velosipedlik. Bularning qanchadan qanchagacha narxi? Bularimizni narxi 3 million 300 ming so'mdan boshlanib, ag'a ketaveradi. 10 million 750 ming so'mgacha ikki balonlar boshlanib 10 million 750 ming so'mgacha ketaveradi. Bor ekan. Ikki balonlar. Ikki balonlar. Bularda akkumulyatori ham, bularda akkumulyatorlari xudo xolsa 26-yillik akkumulyatorlar aka, bexijolat. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Mana ular yana boshqachasidan. Bular vashi boshqachasidan, ya'ni ham gabarit kattarog'idan, sport rejimi bor, ha, oddiy rejim, zadniy xod plus kontrollarigacha bor. Bu tezligi qanaqa bulardi? Ha? Tezligi qanaqa bulardi? Tezliklari shu 60 ta aka. 60. Oldi ham, orqasi ham jiddiy tormozligidan aka bular. Keyin bunaqangi ajoyib bunaqangi skuterlarimiz bor, 6 ta akkumulyator. Mana aka, balonlari ham kattasidan, shiroki balondan qo'yilgan. Oldi ham, orqasi jiddiy tormoz, mana bu tomondan ko'rsating. Oldi tormozning kolotkasi katta diametrligidan qo'yilgan, yaxshi ushlaydigan.